Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bu 29-sentyabr 2025 yil navbatdagi savdomiz 2024 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni Bag'at Kirovdan kelgan Yarashvoy og'amizga satdik. Mashinamizni naqd pul 90 millionga satdik. Inoq kilitlari, ichik narx-navo salonimizdan kelgan sokma. Ajoyib hammasi yana. Kelaverasizlar Bag'at avto lideri. Hammasi ajoyib. Narx-navosam aydi. Vallahi yaxshi xizmat etdik yana. Hammasi ajoyib, mashinalar toza. Hammaga nasib etgay, Xudoyim. Hamma kelib mashina olaverasizlar. Balaman gaplashsa Yerbek bilan. Savdolar razımız Sahir. Razımız hammasi. Yana bir günde adlarını o'tirib nomerlarni taqib hammasi berdik. vaqtimiz o'tdi yana. Satgan mashinamizni ko'rasizlar yana. 2024 yil. Yumshoq bovullar qo'yilgan. Bellardan shunchalar urilgan, yo'llar ham to'shalgan. Chexollar qo'yilgan. Metan gazlar ham ustanovka qilingan. Ko'rib turganlaringizdek. Mashinamizda hech yerda kirchiq, kraska, defekt yo'q. Bir tancha kraskasi yo'q. Mashina yog'lanib tayyor bo'lib turadi. Ko'rishingiz mumkin, shunday yog'lanib tayyor bo'lib turadi. Mashinamiz yurgan kilometri 4825 kilometr edi. Shunday sostenadagi mashinamiz bahosi 90 million bo'ldi. Kimga shunday sifat va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bag'at tuman Gayni ro'parasida Bag'at avtolider saloniga kelaverasizlar. Bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasangiz ham naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Men salonda kutib qolamiz.